Tamoqlarning ichida eng oson tamoq mushkango qo'rishmiki deyman do'stlar. Sizlar-chu ba'zan ishtigroq bir narsa qilsam bo'ldi ham tilimga tetig'idek degan vaqtimizda asosli tanlashimiz bo'la oladigan, hamma cho'nglar va kichiklar yoqtirib yeydigan alayda gango qo'rishni olib keldim. Qanchlarmi oilada o'z qo'linglar bilan tayyorlab yaqinlar, itlar usuli intayin oddiy bo'lib, bir ko'rsanglar o'rgana olasizlar. Bundan ketarlik asosli materiallar bo'lsa, ko'rganinglardek o'zimiz yaxshi ko'radigan xogo materiallari va uningda boshqa sayko'xtatlarni to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Anni qazimizni suv quyib, o'zimiz yaxshi ko'rgan mush go'sht mahsulotlari va tezroq pishirgan saylarni avval silib bir qaynatib olamiz. Keyindan asan pishirgan saylarimizni silib bir qaynagandan keyin suzib olsak bo'ldi. Sayko'xtatlarni pek uzun qaynatib etmaymiz do'stlar, chal holatda bir pishirib elib olsak bo'ladi. Hamda quruq bir qazimizga az miqdorda moy qo'yib, moy qizigandan keyin go'shtimizni go'shtimiz qizargach bir qo'rib olamiz. Keyin tayyorlab olgan piyoz, sinjang samsoqlarimizni silib purqichqichi bir qo'rib olgandan keyin muvofiq miqdorda tuz, azroq jon yo'qib bir aralashtirib olamiz. Keyin qizartirganlarimizni az miqdorda silib bir qizartib olgandan keyin tayyor gango tetib qo'rimizni silib buni bir purqichqichi bir aralashtirib olamiz. Keyin tayyor qilib olgan sayko'xtatlarimizni silib buni 2 minut atrofida aralashtirib qo'rib olsak bo'ldi. Ustiga o'zimizdan yaxshi ko'rish bo'yicha oq kunjutlarimizni muvofiq aralashtirib etgandan keyin taqsimizga usuv saqlab bo'ldi do'stlar. Intayin yeyishlik hammamiz yaxshi ko'rgan ochiq-chuchuk gangorimizni tayyor bo'ldi. Qanchlarmi oilda mushkul usulda o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb yaqinlar tilinglarda qoladi. Agar mazmunim yargan bo'lsa, yurak bezib inkas rayoniga meni qo'llash uchun qaqsiz gullarni yo'llab qo'yishingizni tuvanchilik bilan so'rayman. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.